Şöyle Aziz kaç oldun? İhtiyot bor. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 27-may haftaning chorshanba kuni Toshkent viloyati Parkent tumani qaysi mahalla bu? Mozorxo'ja. Bozorxo'ja. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, Hoji doda? Charchamasdan. Alaykum assalom. Ah. Mana do'stlar. Yotgan ekan bu. Yotgan mol. Aha. 3 oyligida olib kelganmiz, xudo xohlasa. Avvalambor assalomu alaykum. Chorva House obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu buzoqlarni bir ishqibozlikka boqqanmizlar. Xudo xohlasa. Necha oyligida olgansiz buni? 3 oyligida olganman. 3 oyligida olgan ekanlar, 3 oyligida. O'rtoqlar mana sizlarga. Hajjoningni. Haqiqiy semental ishqibozlariga. Yomg'ir yomon yog'ib ketdi bizda. Mana do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak o'rtoqlar. Jupiga 160 million so'rayapmiz. Jupiga 160 million so'rayapmiz. Zotga ham yengil, qonigacha toza, bemalol kelib olsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Mana bemalol tavsiya beramiz. Qurbonlikka so'raydigan aka-ukalarimizga ham yaraydi bu. Ha? Jonivor. Semental fermadan chiqqan bu. Ishonchli fermadan chiqqan. 2 kurak bo'lgan, tog'a bu. 2 yil bo'ldi. Bular to'liq 2 yoshga to'lib o'tdi bir oy. Aha. 2 kurakni buzib o'tibdi bular. O'shanda bir 20 oylik bo'lsa kerak, xudo xolasa. Qurbonlikka ham yaraydi, boqsi ham bo'ladi, zotga ham bo'ladi. Mana tekshirib, qonigacha tekshirib ko'rib olaversin. Bo'stondan Gulmat akaning fermasidan chiqqan. Gulmat aka semental sigirlarni olib kelgan, Avstriya davlatidan kelgan onalari. Germaniya, Avstriyadan 2 qaytar sigir olib kelishgan. Mana o'shani bolalari do'stlar. Mana qarang. Yomon tikilargan odamga. Duxun olib qo'yapti. Parkentdamiz. Ishqibozlar aroqqa chiqaringlar. Zotga ham yaraydigan zo'r xonadon kelganmiz, Hoji dodan mollari. Mana. Ko'rasizlarmi? Chiqishi o'zi qiyin bo'lyapti, chiqishi o'zi, lekin sog'lom, juda ham. Yerishi garantiya bor. Maşallah, mana qarang. Xudo barakasini bersin. Nima bo'lyapti o'zi bu? Bu yoqqa qara. Bu bunga o'xshaydi. Yo'qligidan o'qir. Haydi, ha, tortinglar. Barakasini bersin. 2 marta qach qilgan Hoji dodan manaqalar, buqalari. Xohlasiz go'sht hisobida, xohlasiz. Janavar. O'rtoqlar. Sho. Voy. Badela yoqqa tortib ekan bor. Aziz, qoch bo'lding. Ehtiyot bor. Voy aziz, ham yo'q ekan. O'zi yo'ymardi. Mana kamni qarang. Ha, aziz. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Qo'rqma, shaza qilmaydi, voy. Sani bo'tdan avval kunicha o'zim qo'ymaydi ular chaqat. Aziz seni olib chiqish o'zi bo'lmaydi. O'rtoqlar mana. Zo'r boqilgan. Mana. Mol yoyilib ketdi. O'zi baquvvat bu. Farhod hoji aka. Siz bundan turing. Ani yozasiz. Maşallah mana. Ha, jonivor. Bu ham qo'shilib keturadi. Kim olsa ham barak topadi. Xohlasangiz go'shtga oling. Xohlasangiz qurbonlikqa oling. Xohlasangiz zotga oling. Qonigacha toza, haqiqiy semental ferma. Gulmat egamdan olgan ekanlar, Hoji doda boqishga mana o'zlari xonadonlarida boqib shundoq qildilar. Ehtiyot bo'ladi, bo'sh qo'yma. Prosta o'zlari 60 million so'rayaptilar, 80 milliondan. Savdo qilsangiz ancha bitirib berasizlar. Agar qo'lingizdan kelsa,
Xudo xolasa yordam bersanglar zo'r bo'lardi. Torting. Ikkalasining jupiga Hojidoda qani 160 kami bor dedik va 150 dan silib beramiz a. Xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilsa, Ha. qilinglar, aloqaga chiqinglar. Dalsh boqaman degan akalarimiz bo'lsa ham chiqsa, mana. Yeb-ichiga garantiya bor-a bularni? Ha, bor. Anonisi yo'qmi? Oqsil, poqsil. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Bo'lmadi? Yo'q, bo'lmagan. Ikki kishi ora. Olganingizdan keyin necha marta eshitdingiz buni? Yechilmagan shu Endi? yoqda. Ha. Barakasini bersa, tuyolari ham istagan tuyo. Hozir amallab boylab olaylik, keyin ko'rsatib beramiz. Mehnatlari uchun bir dona chop qolmasa like bosib qo'yinglar. Tag'inamon chottirib Qani qo'ygan, bu qattiq ikkisi? o'chib bo'lmaskan bular. Bunisi sherigi mana. Ikkalasini bir joyga 160 million kami bor. Kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Kelaveramiz bemalol. Boqqanga rahmat deb qo'yinglar. Videoni so'ngida, kommentariyada yoshlarga aytaylik, ikkita xachi ko'rgan ekan. Buni o'zi Ha. 90 million, Bundan 85 o'zi deyishdi. ancha baxtli